Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun ya'ni mana bu uy chizmasi 10-raqamli uy chizmasini sizlarga 5 ta formatda chizib berishga harakat qilaman. Bugun birinchi marta harakat qilib ko'rdim, urinib. Endi o'xshagan bo'lsa o'zlaringiz ko'rasizlar. Ya'ni ko'rib turganlaringdek kirganimizda mana uy chizmasi 15 ga 1060 boshlaymiz demasam bismillahir-rohmanir-rohim deb boshlaganimizda kirganimizda hol chap tomonda bitta xona, holni o'tganimizda o'ng tomonda bitta xona va o'ng tomonda yana bitta xona, bu yer koridor, hol. Yani bu yoq chiziq qo'yib qo'ygan, xohlasangiz devor tortib eshik qo'ysalar ham bo'ladi. Xullas ketganimizda bu yoqda dushovый kabina, hammom. Bu yerda xona eshigi bor. Bu yerda eshik qo'yilgan, mana bu yerda. Eshik qo'yish esdan chiqibdi. Bu yerda bitta xona. Bu xonaga kirganimizda bu yerda garnitur, garderob. Bu yerda hammom, dushovый kabinasi. Endi men sizlarga 5 ta formatda chizib berishga harakat qildim. Mana ko'rib turganlaringizda kirganimizda hol. O'ng tomon, chap tomonda bitta xona. Holdan o'tganimizda mana yerda bitta xona, yana bitta xona. Hammom. Bu yerda bitta xona, bu yerda bitta xona, aytganimdek garderob hammom aytganimizda endi ketdik 3D formatda sizlarga ko'rsatib beraman. 3D formatda mana ko'rib turganlaringdek hozir agruska bossin. Mana yani tepadan ko'rganingizda mana bunday tepadan ko'rsak mana bunaqa xuddi shunaqa. Iloji bo'lsa telefonda chizmaslikka harakat qilinglar, juda asab buziladi ekran kichkina, o'lchamlarni to'g'rilashga. Mana bu uy ko'rib turganlaringdek. Endi ketdik. Uyimiz mana aylanasi, oyna qo'yib chiqdim. Bu hovlining o'rtasiga qurilganligi uchun mana bu oynalar katta bo'lib qolibdi, kichkina oyna qo'ya olmadim, topa olmadim. Shuning uchun sotib olish kerak ekan. Ya'ni mana ko'rib turganlaringdek oynalar mana bular tekin mana qulf turganlari hammasi pulli oynalar hisoblanadi do'stlar. Men tekindan foydalandim. Buning uchun pul berib sotib olish kerak. Ko'rib turganlaringdek mana kirganimizda ham hol, chap tomonda bitta xona, kirganimizda o'ng tomonda bitta xona, yana bitta xona, hol, dushovый kabina, ya'ni hammom. Oynalarga e'tibor bermaysizlar, buni kichkina oyna qo'yish kerak fortishga. Bu yerda ham bitta xona, bu yerda ham bitta xona, kirganimizda garderob, bu yog'i dushovый kabina, spalni desak ham bo'ladi bu. Mana shunaqa do'stlar. Shunday o'lchamdagi uy chizmasi. Bunga где-то 3 soat ya 4 soat vaqtim ketdi. Juda hisob kitoblarni olib to'g'rilab qilish juda qiyin ekan, juda vaqt ko'p oladi. Uning ustiga asabni ham juda o'ynaydigan programma ekan. Ko'ryapsizmi, mana bu yerlarda chiziq qolgan, to'g'ri tushmaganligi sababli. To'g'ri tushishgacha ham asabni sichqonchani quchoqlab olasiz ekan, kompyuter sichqonchasini. Juda qiyin. Mana shunaqa o'zlaring ko'rib baho berasizlar degan umiddaman do'stlar. Agar qolgan uylarimizni ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, ya'ni 3D format emas, oddiy fundament qo'yilgan uylarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu tepada sizlarga ko'rsatib qo'yiladi. Ya'ni podpiska anavida podkaskada uy chizmasi 25, uy chizmasi 26, uy chizmasi 24 va hokazo chiqadi. O'shalarni bosib qolgan videolarimizga o'tib ketishlari mumkin. Mana bu ko'rib turganlaringdek do'stlar. Agar sizlarga shunday uylar yoqqan bo'lsa, men fundamentni chizib 3D qilib harakat qilaman chizib berishga, faqat narx-navosini kelishamiz do'stlar, chunki bunda juda asab o'ynaydi, vaqt ham juda ko'p ketar ekan.
shunaqa. Agar sizlar yani chizdirmoqchi bo'lsalaring, Telegram gruppamizga kelsalaring, u yerda 3D formatda chizib beradigan bolalar ham bor, obunachilarimiz. Ular bilan ham narx-navosini kelishsangiz, bemalol sizga chizib beradi, xohlagan turdagi uyingizda chizmasini do'stlar. Ya'ni Telegram gruppamizga kirib so'rasalaring, 3D formatda chizib beradigan do'stlarimiz bormi desalaring, o'zlari sizlarga aloqaga chiqadi do'stlar. Yo'q, narx-navolarni kelishsalaring, u chizib berishaveradi aytilgan summada. Lekin juda vaqt ko'p oladi. Asabni ham juda o'ynaydi. Razmerlarni to'g'ri qilish, mana devorlarni to'g'ri chiqarish uchun. Agar devorlaringiz noto'g'ri chiqib qolsa, mana ko'rib turganingizdek, mana ya'ni o'xshamay qoladi, mana ozgina zazur bo'lib qoladi. Zazur bo'lmasligi uchun kamchilik bo'ladi albatta. Mana ko'rib turganlaringdek, mana shunday uy chizmasi, asl fundamenti mana ko'rinishi. Hisob kitoblangan. Bu yoqda hammasi uyda ichida hisoblangan do'stlar. Mana 4,5 uyda ichi, fundamentda alohida. Agar qurmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bu chiziqdan bu chiziqgacha 15-50 qilib fundament tashlaysiz. 3,5 qilib tashlagandan keyin 3,5 metr qoldirib, ya'ni fundament boshlaysiz, ya'ni 40 sm, ya'ni fundament tashlab, ya'ni 2 metr joy qoldirib, ya'ni 40 sm fundament tashlaysizlar. Mana shunaqa do'stlar. Men ochiqcha bezak bermadim. Asosiysi devor ko'tarish, eshik, romlarni qo'ydim. Pol, patolog, ya'ni devorlarda aboylarni qo'yib o'tirmadim, chunki kerak ham yo'q deb o'ylayman. Haqiqatdan uy qurmoqchi bo'lsangiz, siz shunchaki pol, patologlarni, oyna, eshiklarni qo'ying, bo'ldi. Uydagi mebel, bitoy texnikalarni keyin imkoniyatizga qarab bozordan sotib olib xohlagan joyga qo'yishingiz mumkin. Shunaqa do'stlar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, o'z minnatdorchiliklaringizni bosib qo'yasizlar. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringni asranglar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga 15-50 ga, ya'ni 10-60 o'lchamdagi uy razmerini ko'rsatishga harakat qilaman. Bu chizmamiz bizga hozir bizga ya'ni Telegram kanalimizdan jo'natishgan do'stlarimiz. Oldin aytib qo'yay do'stlar, kunnidir chizmasiga chizgani ulgurmayotgan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman. Vaqt topib albatta chizib berishga harakat qilaman. Bu chizmamizda Telegramda jo'natilgan. Ya'ni uyimiz o'lchamini aytganimdek 15-50 ga 10 metr 60 sm bo'ldi. Ya'ni do'stimiz jo'natgan edi, u rasmda sal ozgina o'zgartirish bo'lgan. Chunki unda razmerlar to'g'ri kelishmaydi. Men to'g'rilab harakat qildim. Chizmasini to'g'rilab sizlarga ko'rsatgani. Ya'ni mana uyimizni uzunligi 15-50. Bu yog'i esa 10-50, yani 10 sm qo'shilgan. Sababi sizlarga aytadigan bo'lsam, ya'ni 350 deyilgan bu yoqda. Bu yoqda 4 metr deyilgan. Uylar mana ko'rib turganlaringda men buni o'chirdim. 4 metr deyilgan. Agar 4 metr bo'lsa, plus 1.60 qo'shiladigan bo'lsa 5.60 bo'ladi. 5.60 ga ya'ni 30 qo'shiladigan bo'lsa 590 bo'ladi. Endi 590 bu yerda qarang, 350 ya'ni 30 qo'shiladi 380, 2 metr qo'shilsa 580, 10 metrga raznica bor. Keyin to'g'ri qo'yilgan deyarli ayrim joylar. Keyin hisoblaganimizda mana bu 4,5 buyoqlarni hisoblab chiqdik. 5 metr, ya'ni 3,5 metr,
ya'ni qalin fundament bu 40 qo'yiladigan bo'lsa 390 bo'ladi. Shunda 1.10 qoladi. Bu yerda 1.10 qoladigan bo'lsa, bu yoqqa 2 metr buni devorga to'g'ri bo'lib qolyapti yani. Ular do'stimiz jo'natgan bu rasm. Endi o'zimizda chiroyli qilib kompyuter variantda iloji bo'lsa chizib bering dedi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Yani uyimiz mana o'lchamdagi, ya'ni bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta xonadan iborat uylar. Men uylar nomini, xonalar nomini qo'yib chiqmadim. Ya'ni uyni boshlaymiz endi kirganimizda. Ya'ni aytmoqchi do'stimiz eshigini adashmasam eshigi qaysi bir eshiklar to'g'ri ekan, qaysi bir rasmda boshqacha eshik edi. Ya'ni eshiklar kirganimizda bismillah deb kiramiz. Ya'ni holimiz uzunligi 5 metr 90 santimetr. Ya'ni mana kirish joyidan devorgacha 5 metr 90 santimetr qo'yilgan. Eniga esa 3 metr 10 santimetr o'lchamdagi holimiz. Holimiz o'lchami. Eshigimiz 1,5 metr qoldirdim eshikka. Ikki tomondan 80-80 santimetr joy qolgan. Shunda 80 bu yoqdan 80 bu yoqdan qo'shganda 160 bo'ladi. 160 ga 150 qo'shsak 310 kelib chiqadi do'stlar. Biz boshladik bunda kirganimizda o'ng qo'lda, ya'ni siz bir tomondan eshik qo'ysangiz ham bo'ladi, bir tomondan ham eshik qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni kirganimizda o'ng tomonda xona 540 ga 540 ga 3,5 o'lchamdagi kattaroq xona, mehmonxona qilsangiz ham bo'ladi. Mehmonxona qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerdan chiqqanimizda, ya'ni o'ng tomonda bu yerda arka qilgan, shuning uchun eshikni kattaroq qoldirdim men. Mana do'stimizda rasmida arka qo'yilgan. Shuning uchun men katta qoldirdim. Arkadan kirganimizda katta bir xona, ya'ni 4 metrga 3,5 o'lchamdagi xona qo'yilgan. 3,5 o'lchamdagi xona bitta. Bu yerdan chiqqanimizda, ya'ni holimiz 2 metrga, mana fundamentgacha, ko'rib turganlaringda fundamentgacha 3,5 metr. Fundamentdan buyog'i 2 metr, o'rtada 40 santimetr men hisoblaganim yo'q do'stlar. Shunaqa agar hisoblaydigan bo'lsak 590 kelib chiqishi kerak. Bu ham hisoblamaganligim sababli bu do'stimiz chizib qo'ygan, endi bilmadim bu yerga devor ursa, bu yerga eshiklar qo'yilmagan, qayerdan kirib chiqishini tushunmadim. Shu sababli men chiziq qo'yib qo'ydim. Ya'ni fundament qo'yiladi-yu, devor urilmaydi degan maqsad ma'noda tushuntirish uchun. Ya'ni devor ko'tarilmaydi, faqat fundamenti bor. Ustidan pol yotkazib ketiladi. Ya'ni kirganimizda bu ham hol deb hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda bitta xona qilgan, ya'ni 1.60 o'lchamga 3,5, ya'ni bu ham dushovoymi, qandaydir garderobmi mo'ljallangan bo'lsa kerak. Endi do'stimiz bilan uni agar sizga ma'qul keladigan bo'lsa, siz ham yoki garderob qilishingiz mumkin bu yerda, yoki dushovoy xona qilsangiz ham bo'ladi. Yoqdan chiqqanimizda holda bu yerda bitta xonamiz 4,5 ga 3,5 o'lchamdagi xona, ya'ni 4,5 metr eniga, bo'yiga 3,5 o'lchamdagi xona. Eshik qo'yish esdan chiqibdi, xayolidan ko'tarilibdi. Eshik bu yerda qo'yilgan mana do'stlar. Eshik agar bu yer hol bo'ladigan bo'lsa, siz bu yerdan ham eshik qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerda kattaroq oyna qo'ysangiz, ya'ni yorug'lik tushib turadi. Bu tomondan ham, ko'cha tomondan ham yorug'lik tushib turadi. Holga bu yerga eshik qo'ysangiz ma'qul bo'ladi degan umiddaman. Do'stlar, uy xonadan chiqadigan bo'lsak, ya'ni bu xonada xuddi shu o'lchamdagi xona, ya'ni bu tomonda o'ng tomonda xonaga o'xshagan xona 3,5 o'lchamga 4 o'lchamda xona qilingan. Bu yer 2 ga bo'lingan, ya'ni xonaning orqasi, ya'ni bu 1.60 ga 3,5 o'lchamdagi bu yerdan xuddi shunday bor, lekin 2 ga bo'lingan. Ya'ni do'stimizning uyi mana 2 ga bo'lingan.
ikkiga bo'lganligi sababli bitta eshik bu yoqda, ikkinchi eshik bilmadim bu yerdan qilgan, bu yerdan qilgan. Bu xonadan kirib bu yerda menimcha dushoviy kabina qilgan shekilli. Bu yerda eshik qilingan, bu yerda ham eshik qilingan. Ya'ni bunday kirganingizda dushoviy, bu spalni dushoviy, bu esa bu spalni dushoviy bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men esa uni boshqacharoq qildim, ya'ni bu xonaga kirganingizda spalni qiladigan bo'lsangiz agar, bu yerda dushoviy kabina qilsangiz, ya'ni 1,20 ga 1,60 m o'lchamdagi dushoviy kabina. Bu yerda esa garderob. Ya'ni garderobimiz, adashib ketdim uzr. Bu yerda dushoviy qilamiz. Chunki kattaroq qilamiz dushoviyni. 2 metrga 1,60 o'lchamdagi dushoviy qilsak, bu yerda garderob qilamiz, kichkinaroq qilib. Garderob qilamiz. Bu yoqdan chiqqanimizda, ya'ni yoqdan chiqsak, holga chiqamiz. Holimiz bu yer oralig'i 1,5 metr do'stlar. Mana bu yer 1,5 metr. Shtob eshik qo'yishga, eshik agar kattaroq xonaga qo'yadigan bo'lsalar 0,9 eshik qo'yishlari mumkin. Ya'ni 90 santimetrli eshik. Shunday chekada joy qoladi. 30 santimetrdan, ya'ni bu yerda 30 santimetr, bu yerda 30 santimetr mana oralig'da. Sababli 1,5 qildik. Bu yoqdan chiqqanimizda bitta xonamiz, ya'ni oxirgi xonamiz, ko'rsatgan xonamiz 5.4 ga 3,5 o'lchamdagi xona. 5.4 ga 3,5 o'lchamdagi xona, ya'ni bu xonamizdan xuddi bu xona bilan bir xil o'lchamdagi xona do'stlar. Xuddi shunday tushuntirib o'tdim hamma yerda adashmasam. Agar tushunmagan bo'lsalaringiz albatta kommentariyaga savollarni, javoblarini yozinglar. Kamchiliklarni yozinglar, albatta ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda shu kamchiliklarni bartaraf qilishga harakat qilamiz do'stlar. Bundan tuz mana ko'rib turganlaringiz hammasi qalin, ya'ni 40 santimetrdan. Bularni men 20 santimetrdan hisobladim. Sababi gipsakartondan urib olsangiz ham bo'ladi. 20 santimetr hisobladim. Shunaqa do'stlar, agar biron bir savollaring bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Albatta mana Telegram kanal. Ya'ni Telegram kanalimiz mana bu. Yozib qo'yganimizdek. Yani Gmail kuchukcha deyiladi. İnternet tilida kuchukcha qo'yib uchastkali uy chizmalari desangiz Telegramda kelib chiqadi. Yoki shu videomiz tagida har bir internet orqali bog'lanish, ya'ni internet tarmoqlari, sotsialniy set deyiladi ruschasiga. Shu orqali bog'lanaman desangiz videoning tagida do'stlar, ya'ni описание deyiladi. Описаниеda meni har bir kanalimda ssilkasi bor, ya'ni Odnoklassnik, Telegram, Facebook, Kontakt va hokazolar ssilkasi bor. Shu yerga kirsangiz albatta javob berishga harakat qilaman sizlar uchun vaqt topib. Ya'ni bir marta aytib o'taman do'stlar, ayrim do'stlarimizda chizmalar chizilmay qolib ketayotgan bo'lsa uzr so'rayman, chunki kuniga men bir o'zimman ishdan kelib kamida bitta chizmaga 2 soat, 2,5 soat vaqt ajrataman, chunki har bir chizmani hisob kitobi qilish oson emas. Oddiygina bunday ruchkada bunday chizib qo'yish, ayrimlar aytishaveradi, u masanga 1000 ta uy chizmasi chizib beraman xohlasang deyishyapti. Men ham chizib bera olaman, bunday to'rtburchak qilib razmerlarini har xil qilib chizib beraveraman uni. Sizlar tushunasizlar degan umiddaman. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapman chizib bergani. Shunaqa do'stlar, videomizni tepasida, ya'ni podkastga bor. Mana bu yerda sichqon chaqimlab turgan joyda, o'sha yerda oldingi videolarimizni ko'rishingiz mumkin. Yangi bundan oldin qo'yilgan videolar bor. Yani podkastga chiqib keladi. 300 nomer 9, nomer 8 va hokazo chiqib keladi. Albatta bossangiz keyingi videolarimizni ko'rishingiz mumkin. Shunaqa do'stlar, qandaydir savollaring bo'lsa albatta beringlar, javob berishga harakat qilaman. Mana bu do'stimizni shu 1,5 metr. 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 1,
yana bir uyni ham ko'rsatib o'taman. Birato'la bitta qilib video qilib olaman. Yani bu uy bitta do'stimiz buni Telegramdan jo'natgan yoki Odnoklassnikda aniq esimda yo'q. 14.5 ga 12,5 o'lchamdagi uy, ixchamgina kichkinagina vremenka o'xshatib solsangiz ham bo'ladi uni, yoki tomini bitta qilib bunday yopsangiz ham bo'ladi aylanasiga. Plus darvozaxona bilan qo'shib. Ya'ni kirganimizda darvozaxonadan kirganimizda bismillah deb o'ng tomonga burilsak mehmonxona. Mehmonxonamiz o'lchami 5 metr 40 santimetrga 3 metr 70 santimetrli mehmonxonamiz. O xonadan chiqqanimizda ya'ni kirsak yana bitta xona, yotoqxona deb hisoblasak ham bo'ladi. 3 metr 50 santimetrga 3 metr 70 santimetr o'lchamdagi bitta xona bu ham, ya'ni yotoqxona. Bu yerdan o'tganimizda ya'ni ayvon, ya'ni 4 metrga 3,70 o'lchamdagi ayvon, ya'ni yozda o'tirib choy ichgan, televizor ko'rgani ayvon qilingan. Ayrim hovlilarda hovlining o'rtasiga so'ri qo'yiladi. Bu yoqda ayvon qilingan. Do'stlar, har bir videomizni ko'rgan bo'lsalaring, aytib o'taman, mana bunday chiziqlar, ya'ni fundament qo'yiladi-yu, lekin devor ko'tarilmagan. Ana u devor ko'tarilmagan fundamentlar deyiladi. Xullas, bu tomonga kirganimizda darvozadan chap tomonga burilganimizda bu yerda mehmonxona, xuddi shu o'lchamdagi mehmonxona. Yotoqxonamiz ham xuddi shu o'lchamdagi yotoqxona do'stlar. Ya'ni 3,5 ga 3,70, 540 ga 3,70 o'lchamdagi xona. Men mana buni chizganimning sababi, ya'ni tomni yopganingizda, agar siz bunda kruglый tom, yumaloq tom yopaman desangiz, общий bilan buni bitta qilib yopaman desangiz, tomdan devordan oshiqcha chiqib turgan ana o'si bunda qo'shilib, bunda G shaklda desak ham bo'ladi. Buni G shaklda desa ham bo'ladi. Buni ayvon qo'shilgani uchun tom yopiladigan joyi. Men yozib qo'yganman, devor yo'q. Tom yopish chegarasi mana fundamentlar 40 santimetrdan qo'yilgan. Shunaqa do'stlar, men o'zim Rossiyadaman. Ayrimlar ya'ni kommentariyaga yozyapti, iloji bo'lsa tomini yopishni ko'rsatib bering, qanday nechta shifr ketadi, nechta stropila ketadi. Meni bunday imkoniyatim yo'q, chunki Rossiyadaman. Birinchidan, ikkinchidan, xudo olsa O'zbekistonga borsam, inshaalloh nasib bo'lsa, xudo olsa yaqin kunlarda ketaman, yaqin oylar ichida borsam albatta sizlarga 3G uyni chizmasini ko'rsatinglar deganga, xudo olsa qo'ldan kelgancha 5G qilib ko'rsatganga harakat qilaman. Ya'ni tayyor bitgan uylarni videosini olib, videoning oxirida chizmasini chizib tashlab qo'ygani harakat qilaman. Xudo olsa sizlar uchun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kelgusi videolarimizda uchrashguncha xayr. O'zlaringni asranglar. Musofir yurtda yurgan do'stlar, sizlarga avvalambor kuch-quvvat bersin. Nimaga yaxshi niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringga yetinglar. Albatta mana bu koronavirusdan o'zlaringni asranglar. Ayniqsa do'stlar, hujjat yo'q do'stlar, o'zlaringga mahkam bo'linglar, o'zlaringni asranglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo doim sizlarga yor bo'lsin.